Mana galimmi? Bu hurmat. Lekin bilib qo'y, mansab bilan tobutda egasi bo'lmaydi. Bir kun sanda, bir kun manda. Cho'ntagingdan puling, atrofingdan odamlar ketsa ham, muhimi ichingda chest dostoynstving ketmasin. Chunki hurmat moddiy narsalardan qimmatroqdir. Bu esa chiroy va quvvat. Bu narsalar bilan hech qachon kibrlanma. Chunki eng chiroyli gullar ham bir kuni so'ladi va eng kuchli qurollarni ham o'qi tugaydi. Bu o'zing o'g'irlik xislati deyarli hammada bor. Behuda narsalarga va kerak emas odamlarga vaqtimizni sarflab, uni o'g'irlab bo'ldik. Ko'pchilik vaqti keladi deydi, lekin aksincha, vaqt faqat ketadi. Bu esa do'st deb ataydigan kimsalaring. Ular senga yaxshilik qilgandek tuyuladi, lekin aslida o'z manfaatlari yo'lida foydalanadigan insonlardir. Dushmanning zarbasi aniq, lekin do'stniki kutilmaganda bo'ladi. To'g'ri. Bu bo'lsa, omad. Agar omading kelsa, shu sanab o'tgan hamma narsalaring hal. Lekin omad bu yo'q narsa. Bu shunchaki illyuziya. Hammasiga o'zimiz harakat qilishimiz kerak. Bu hayot ham o'yin. Lekin yutolmasang ham shunchaki chiroyli o'yin ko'rsin.